Assalomu alaykum qadrdonlar, sog'misizlar, salomatmisizlar? Xudo xolasa yangi ishlarimiz o'z joylariga o'rnadi, batafsil shunday ko'rinishda. Hop, bu yer manzili Farg'ona viloyati Quvasoy tumanida bo'lyapti. Kommuna deyishar ekan bu yerlarda. Hop, bu yerga 6 li panorama o'ynaydi. Uzun holatda qilib akamiz ishlarini bitirib berganmiz. Hop, u aynilari 6 li kalyonli bo'lgan, hamma joyi. Hop, bu yerda shatlanka bor. Eshiklarda ajoyib holatda bo'ldi. Hop, razmerlari 2.66, 2.65, hop 2.67 shunaqa ko'rinishda to'rtta bo'lgan, balandligi 2.95 sm dan bo'lgan, eshigimiz balandligi hop 3.20 bo'lgan pastdan tepagacha. Bu tomondagi romlari, eng katta romlari 3.72 ga, balandligi 2.95 bo'ldi. Profillari zolotoy dub alyumin seriyadan, o'rtadagi stoykalar usulli profil, chift quloq degan profillardan qo'yib berganmiz. Hop, bitta baho berib qo'yasizlar panorama holatiga. Akamiz o'zi fasollarni shu holatda chizib ko'rsatib bergan holatda yasab olib kelib o'rnatib berdik. Akfa original mahsulotlardan, xudo xolasa to'liq holatda bu tomonlari ham kalyonli o'yindan bo'ldi. Eshiklarda esa stikla paket qilib shatlankalarni qo'yib berdik. To'rttadan petlilarni qo'yganmiz. Hop, xudo xolasa chiroyli ko'rinishda bo'ldi. Hop, mana delfin ruchka, 150 zamon ruchkalari, shatlankalar ajoyib holatda. Hop, tashqariga ochiladi eshigimiz, petlilari ham hamma yo'g'i Akfa'ning o'zining mahsulotlaridan bo'ldi. Hop, bu ko'rinishlari ham chiroyli holatda qilib, xudo xolasa penalarni atidos ep turbalari bor ekan o'rtaga, ularga temir samarezlari bilan qatirib, hop, tepada ochilishlar bor, har bittasida qaychi mexanizmda bo'lgan. Havo aylantirishlik uchun tepaga ochilish qo'yib berganmiz. Hop, xudo xolasa shu holatda bo'ldi. Eng katta romimiz mana. Bitta baho berib qo'yasizlar shatlankalariga ham alohida. Hop, bu tomonda yana bitta eshigi bor. Uni ham batafsil ko'rsatib, ichkaridan ham ko'rsatib o'taman. Bu yerda oxirgi ishlari ketyapti. Kun kechikayotgan hisobiga ertaroq video olib qo'ydim. Hozir buni ham batafsil ko'rinishlarni ko'rsatib o'tamiz. Bu yerda ham shatlankalari bor. Hop, shu holatda bo'ldi. Hop, narxiga keladigan bo'lsak, shu yerimiz option holatda 33 million so'mga akamizga olib kelib o'rnatib berdik. Ichkaridan ham bitta ko'rsatib o'taman. Eshikdan kirish holatlari. Hop, eshigimiz ichki holatini o'zi 60 sm dan bir xil ko'z qilib 1.20 holatda qilib berganmiz. Teng 2 ga bo'lishlik maqsadida romlarimizni har bitta tomonlari 40 sm ga, tepasi ham 40 sm bo'lgan. Bu fason uchun bo'lgan. Aynaga boshqaga daxli yo'q. Hop, bu esa eshigimiz termor ruchkalari bilan xudo xolasa ajoyib holatda, silindrli zamoylari, Akfa'ning o'zini mana 153 zamoylari, kalitlari hamma yo'g'i xudo xolasa to'liq holatda, full holatda bo'lgan. Shatlankalari ham ajoyib holatda, gullari ham alohida baho berib berasizlar. Petlarni aytib o'tganimdek to'rttadan. Hop, ichkari holatlari, shatlanka liniyalariga ham e'tibor berasizlar. Bitta holatda bo'lgan. Patagoniyalar bor, aytmoqchi. 25 li Akfa Plus avalniy patagoniyalardan qo'yib berganmiz. Patagoniyalar taylariga ham polностью penalarni sepib qo'yganmiz. Shtob yertaga narsa qo'yilganda ham baquvvatroq turishlik uchun. Ichkari holatlari. Hop, qaychi mexanizmlarimiz. Har bittasida ochilishi bor. Hop, bu yerda ham Patagoniya 25 li avalniy patagoniyalari bilan. Patagoniya avalniy degani bu holati bo'ladi. Hop, turbalariga ham xudo xolasa imkon qadar zazorlarni mana shu holatda qilib bekitib berganmiz. Bu yerga 11,5 metr bo'lgan. Shuning uchun ikkita Patagoniya tushdi. Chok tushmasligi iloji yo'q. Shu yerga bitta chok tushirganmiz. U ham o'sha turbaning o'rtasiga bo'lgan. Bu tomonlari seli holatda bo'lgan oxirigacha. Nariyoq tomonda umuman chok yo'q. 3.75 ga. Hop, ochilishlari ancha balandda bo'lgan. Sababi pastda g'asham bor. Uning ustiga tepasida ham salkam 3 metr. Hop, shuning uchun bu yerda delfin ruchkalar qo'yilgan har bittasiga. Buni endi imkon qadar bir ochiladi, kerak paytda yopiladi. Delfin ruchkalarini hamma yo'g'ini Akfa'ning o'zidan qilib qo'yib berganmiz lekin. Hop, mana darvozaxonadan kirishdagi eshigimiz ham xudo xolasa yakuniga yetdi. Hop, buni razmeri 2.50 ga, balandligi 3 metr bo'lgan. Xuddi shu holatda o'rtada bu eshigimizda ham shatlankalari bor. Ozgina kech tushib qoldi. Shuning uchun videolarimiz sal xiraroq ko'rinayotgan bo'lishi mumkin. Bunga uzr so'raymiz, sababi ishimiz ozroq kech tugadi ba'zi bir sabablarga ko'ra. Hop, shatlankalarimiz ham xudo xolasa o'zgacha chiroyli holatda turibdi. Hop, bu yerda o'sha Akfa'ning termor ruchkalaridan buyon silindrli samoylari bilan yengil holatda tosh gulli shatlanka qo'yib berganmiz. Hop, 1.8 li shatlanka bo'lgan, bu o'rtadagi holati. Bu yuqoriroq, ingichkasi ham bor. Hop, petlilari ham mana Akfa'ning o'zidan hamma tomonlama. Hop, buni tepasi 3 metrda to'xtatganmiz, sababi bu yer tepasi bekilar ekan. Shuning uchun 3 metr holatda, buni ham polностью holatda aynalarini high-tech qilib, o'sha panorama holatda kalyonli oynalardan qo'yib berganmiz. Hop, buni
shundoq bu holatdan boshlab oxiri va shu uyga qaralgan tomoni bilan общий metri 1860 почти 19 metr atrofida chiqyapti. Seli holat hamma yo'g'i bo'lgani bilan. Hop, video uzmasdan ichkariga kiramiz. Bu tomondagi eshigimiz. Hop, mana ichkari holati. Poligonlar bilan. Hop, bu tomonda esa pastki darvozaga chiqish eshigi. Tepasi aytib o'tganimdek, liniyasiga bu tomonga to'g'ri kelmadi, mana yopiladi. Ichkari ko'rinishdan shartlangan holatlarimiz. Shu ozroq kech tushgani bilan videomiz ham xiraroq bo'lyapti. To'g'ri tushunasizlar. Sababi ishimiz katta, obyekt katta, shuning uchun ertaroq tugatishga harakat qildik, lekin nima deymiz, Xudoni aytgani bilan shu vaqtda tugadi. Xo'p, kimga shunaqa teraska eshiglar kerak bo'lsa, bemalol o'zimizga murojaat qilaverasizlar. Va padagonning kirishkalari bilan xudo xolasa ishlarimizni tugatib beryapmiz. Ekranda nomerlar qoldirganmiz. Xudo xolasa bemalol murojaat qilaverasizlar. Ishlarning chiroyli holatda olib borib o'rnatib berishga harakatini qilamiz. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.